Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Eslatib o'taman, matematikada mavzulashtirilgan testlar to'plamini boshlagan edik. Geometriya bo'limiga kelganmiz. Geometriyani ham planometriyasini tugatib, mana stereometriya bo'limiga kelgandik. Oldingi darsimizda stereometriyadagi asosiy tushunchalarni ko'rib o'tgan edik. Bugun esa o'sha mavzulashtirilgan testlar to'plamidagi shu mavzu bo'yicha tegishli misollarni ishlaymiz. Eslatib o'taman, fazoda to'g'ri va tekisliklar asosan nimamizda mavzumizda demak tekislikda yotmagan nuqtadan shu tekislikka tushirilgan og'ma va perpendikulyar va proyeksiyalar orasidagi va biror bir geometrik shaklni o'sha tekislikdagi proyeksiyasi bilanga doir masalalar misollar ishlanadi. Hop, o'sha uchun oldin o'sha formulani bir eslatib olaman. Aslida bu formulani oldingi darsimizda demak ta'riflar bilan, teoremalar bilan, xossalar bilan ko'rib o'tgan edik. Xullas, tekislik berilyapti bizga. Mana tekislikda yotmagan biror nuqtani belgilayman. Shu nuqtadan turli xil tekislik bilan o'sha kesishuvchi nimalarni tushirishimiz mumkin. Tekislikka chiziqlarni, kesmalarni tushirishimiz mumkin. Mana ko'rishinglar mumkin. Hop, bu kesmalarning ichidan shunday bittasi borki, eng qisqasi desak ham bo'ladi va yagona bo'ladi. U perpendikulyar deb ataladi. Hop, demak, P nuqtamiz oladigan bo'lsak, A, B, PA va PB og'mani tushirdik va PC esa bizda mana bu yoza olamiz. Hop, PA bizda PA va PB demak og'ma hisoblanadi. PC esa perpendikulyar. Hop, demak AC va BC'lar esa o'sha berilgan PA va PB og'malarni mos ravishidagi proyeksiyalar hisoblanadi. Proyeksiyalar ko'rib turibmiz. To'rtburchak, uchburchak hosil bo'lyapti. Ya'ni bu yerda proyeksiya bilan o'sha bunaqamiz perpendikulyarimiz katetlarni ifodalasa, og'malar esa gipotenuzani ifodalaydi. O'sha uchun Pifagor teoremasiga qo'llaydigan bo'lsak, PA ning kvadrati barobar PS ning kvadratiga AC ning kvadratini qo'shishimiz kerak. Yoki PB ning kvadrati xuddi shunaqa PS ning kvadratiga BC ning kvadratini qo'shishimiz kerak. Hop. Endi geometrik shaklni tekislikdagi proyeksiyasi bo'yicha nima qiladigan bo'lsak, ko'radigan bo'lsak, birinchi bunaqani chizib olaylik geometrik shaklni. Geometrik shaklimiz kelaylik uchburchak bo'lsin. Qanaqadir uchburchak bu? A, B, C uchburchak. Uni proyeksiyasi quyidagicha uchburchakni beradi. Hop, demak bu bizda mana bu nuqtaga perpendikulyar bo'ladi. Bu ham o'zimizdan perpendikulyar albatta tekislikka. Hop, mana bu nuqtani oladigan bo'lsak, tekislikni oladigan bo'lsak, hop, mana bizda berilgan nuqtamiz, shaklimiz, bu esa proyeksiyasi. Hop, shu yerda quyidagicha nima hosil bo'ladi? Burchak hosil bo'ladi. Mana natijada mana bu yerda burchak qanot tashlaylik. Bu yoqqa perpendikulyar albatta. Endi mana buni nuqtasini chizamiz. Shu yerda burchak hosil bo'ladi. E'tibor beramiz, mana yerda fi burchak hosil bo'ladi va to'g'ri burchakli uchburchak bo'lyapti. Hop, berilgan geometrik shaklimizni yuzasi S1 bo'ladigan bo'lsa, uning proyeksiyasi bo'lgan quyidagi pastdagi uchburchagimiz yuzi S2 bo'ladigan bo'lsa, quyidagicha formula bor. S2 ni S1 ga nisbati mana shu orasidagi burchakning kosinusiga teng bo'ladi. Ya'ni
bizda S2 berilgan geometrik shaklimizning proyeksiyasi. Mana bir alfa tekislikdagi mana proyeksiyasi. Mana shu formulalar bilan juda masala uchraydi. O'sha masalalarni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi masalamiz o'sha mavzulashtirilgan testlar to'plamidagi shu mavzuga tegishli bo'lgan birinchi masalamiz perpendikulyar bilan og'ma orasidagi burchak 60 gradus ekan. Hop, berilgan nuqtadan perpendikulyar tushiryapman va og'ma tushiryapman mana. Orasidagi burchak mana shu 60 gradus ekan. To'g'ri burchak. Mana bu yerda o'sha tekislikda hop PA deb olishimiz mumkin buni. Va mana buni P deymiz. Mana. Orasidagi burchak 60 gradusga perpendikulyar uzunligi esa 20 ga teng. Demak, PB bizda 20 ga teng. Og'mani uzunligi so'ralyapti. Hop, mana bu 30 gradus bo'ladi. Ya'ni 30 gradus qarshi harakat gipotenuzani yarmiga teng. Shunda foydalanishimiz mumkin. X barobar 40 gradus bo'ladi. Uzun 40 ga teng bo'ladi. Masalamiz yechimi 40 bo'ladi. Yoki bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri berilgandan foydalanadigan bo'lsam, yopishgan katet bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, kosinus 60 gradusdan foydalanaman. 20 ni x ga bo'lishim kerak. X topadigan bo'lsam, 20 ni kosinus 60 gradusga bo'laman. 20 taqsim 1 taqsim 2 bo'ladi. Yoki bunisi, mana bu yo'l bilan. Birinchisi og'zaki ishladik. Birinchi usul sifatida. Ya'ni 30 gradus qarshi harakatning gipotenuzani yarmiga teng. Ikkinchisi kosinus tarif bo'yicha ishladik. Farq yo'q, ikkalasida ham bir xil javob chiqdi. Demak, javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi masalamiz. Ikkinchi masalamiz. Tekislikka o'tkazilgan perpendikulyar bilan og'ma orasidagi burchak 30 gradus, perpendikulyarning uzunligi 10 ga teng. Og'maning uzunligi topib. Hozirgi masalani o'zi musavvishga qoldirsak bo'ladi. Uchinchi masalamiz. Bitta nuqtadan tekislikka og'ma va perpendikulyar o'tkazilgan. Og'maning uzunligi 10 ga, perpendikulyarning uzunligi 6 cm ga teng bo'lsa, og'maning tekislikdagi proyeksiyasi so'ralyapti. Hop, og'ma o'tkazamiz, perpendikulyar o'tkazamiz. Mana proyeksiyasi va mana tekisligimiz. Mana hop, demak PA B deydigan bo'lsak, bizda PA 10 ga teng bo'lyapti. Og'maning uzunligi 10 deyilgan. Mana perpendikulyarning uzunligi PB bizda 6 ga teng bo'lsa, og'maning tekislikdagi proyeksiyasi, ya'ni AB so'ralyapti. Ya'ni to'g'ri chelish o'chida gipotenuza bilan bitta katet berilganda, ikkinchi katet so'ralyapti. Pifagor teoremasiga ko'ra, demak AB so'ralyapti bizdan. AB ni topish uchun izohida PA ning kvadratidan PB ning kvadratini ayirib, ildiz chiqarishimiz kerak. Ya'ni 10 ning kvadratidan 6 ning kvadratini ayirib, ildiz chiqarishimiz kerak. Bu 64 bo'ladi. Javobimiz 8 bo'lar ekan. 8 degan javob, demak C javob topdi. Hop, 3-masalamiz ishlab bo'lindi. Ana endi 4-masalaga o'tamiz. 4-masalada alfa tekislik va uni kesib o'tmaydigan AB 13 santimetrlik kesma berilgan. Hop, tekislikni buyidagicha olaman mana. AB kesmamiz. Hop, bu yerda adashmasam AB kesma berilgan. Uzunligi 13 ekan. Hop, endi alfa tekislik mana. Bizdan nima so'ralyapti? Agar kesmaning uchlari alfa tekislikkacha bo'lgan masofa A1 mana bu uchlaridan tekislikka perpendikulyarlar tushirilgan mana. Chunki masofa deyilyapti. Mana bu A1 bo'ladi bizda, bu B1 bo'ladi. Hop, demak, A1imiz 5 ekan, B1imiz 8 ekan. O'rni almashtirar ekanmiz. Nimaga mos kelishi uchun kelinglar, bu yog'ini A deb olaman. Bu yog'ini B. Chunki uzunlik boshqa ekanda, bu yoqda B1 bo'ladi, shunda bu A1 bo'ladi. Hop, mana bu uzunligimiz bizda 5 ekan. Hop, mana 8 cm ekan.
Bizda nima so'ralyapti? Alfa kesimida demak yotuvchi to'g'ri chiziqning alfa tekislik bilan tashkil qilgan burchak sinus so'ralyapti. Hop. aniq davom ettirilsa, aniq qismini olib tashlar ekanman. Mana buni davom ettirilsa, qachondir kesishadi. Unda buni ham davom ettirsa, shu yerda mana bu hosil bo'ladigan burchak so'ralyapti. Hop, buni parallel tushiraman, chiqaraman mana bu yoqqa. Shu burchak bilan mana burchak bir xil bo'ladi. Mana shu so'ralayotgan bo'ladi. Mana alfa biz nima deb belgilagan? Kelinglar. Beta bilan ifodalaymiz. Mana shu beta burchak, shu burchakni sinus so'ralyapti. Sinus burchak A so'ralyapti boshqacha qilib. Hop. Endi mana bu 8 bo'ladigan qismat bo'ladi bizda. Hop, to'g'ri burchakli uchburchak, chunki mana bular perpendikulyar tushgani uchun va parallel ko'chirgani uchun burchak to'g'ri burchak bo'ladi va to'g'ri burchakli uchburchak paydo bo'ladi bu yerda. Mana shu to'g'ri burchakli uchburchak bo'yicha demak biz sinus ta'rifini qo'llaymiz. Sinus ta'rifida sinus beta barobar 3/13 ga nisbati bo'ladi. 3/13 ga nisbati. Hop, sinus beta so'ralgan shu turishda qoladi bu. Demak, B joyga to'g'ri keladi masalamizga. 5-chi masalamiz endi. 5-chi masalamizda bunaqa berilgan ifodalar berilgan, to'g'riroq xossalar berilgan. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto'g'ri? Biz noto'g'risini topishga harakat qilishimiz kerak. Demak, noto'g'risi agar ikki to'g'risiq, birinchisi A'ni o'qiymiz. Agar ikki to'g'risiq bitta tekislikka perpendikulyar bo'lsa, bu to'g'risiqlar paralleldir deyilyapti. Bunday xossamiz bor edi A'da, ya'ni A to'g'ri demoqchiman. Ya'ni quyidagicha, misol uchun tekislik qaraladigan bo'lsa, mana tekislik olyapman. Shunga perpendikulyar bo'lgan ikkita to'g'risiq chiqarilsa, mana bu kesib o'tyapti bu. Shu yerda perpendikulyar mana perpendikulyar bo'ladigan bo'lsa, ular o'zaro parallel bo'ladi. Va A to'g'ri. Buni o'qib ko'ramiz. Agar tekislikda yotmagan to'g'risiq tekislikdagi birorta to'g'risiqqa parallel bo'lsa, tekislik to'g'risiqqa o'zaro parallel. Bu o'z-o'zidan nimani ta'rifi bo'ladi? O'sha tekislik bilan to'g'risiqning parallelligini ta'rifi bo'ladi. Oldingi mavzumizga qarasanglar bo'ladi. Tekislikda yotuvchi agar tekislikda yotmagan biror A to'g'risiq tekislikda yotuvchi biror to'g'risiqqa parallel bo'ladigan bo'lsa, u holda o'sha A bilan alfa o'zaro parallel bo'ladi. Bu ham to'g'ri bo'ladi shunda. S'ni tekshirib ko'ramiz. Agar tekislikka tushirilgan og'ma tekislikda yotuvchi to'g'risiqqa perpendikulyar bo'lsa, uning proyeksiyasi ham to'g'risiqqa perpendikulyar bo'ladi. Xo'p, bu ham o'sha xossalardan bittasi, ya'ni bu ham to'g'ri. Mana qanday tushuniladi? Ikki xil qilib chizib ko'rsatgan edim. Eslasanglar, misol uchun og'ma bo'ladigan bo'lsa, perpendikulyar proyeksiya. Agar tekislikka tushirilgan og'ma tekislikda yotuvchi to'g'risiqqa perpendikulyar bo'lsa, mana bu to'g'risiqqa perpendikulyar bo'ladigan bo'lsa, uning proyeksiyasi ham shu to'g'risiqqa perpendikulyar bo'ladi deydi. Mana shu bo'yicha nima qilgan edik? Xossa keltirgan edik. Hop, D'ni o'qib ko'ramiz. Tekislikda yotuvchi ikki to'g'risiqqa perpendikulyar bo'lgan to'g'risiq tekislikka ham perpendikulyar bo'ladi. Bu yerda xatolik bor. Demak, javobimiz mana shu xato bo'ladi. Kesishuvchi degan so'z qolib ketgan. Yotuvchi yotishidan tashqari o'sha kesishuvchi to'g'risiqlarni har biriga perpendikulyar bo'lishi kerak. Mana to'g'ri bo'lishi uchun kesishuvchi to'g'risiqlarni har biriga ham bunga perpendikulyar bo'lishi kerak, ham bunga perpendikulyar bo'lishi kerak. Ikkalasini bittaga ham bunga perpendikulyar bo'lishi kerak. Shunda berilgan kesma yoki to'g'risiq tekislikka perpendikulyar bo'ladi. Hozir bizda D xato bo'ladi, ya'ni kesishuvchi degan so'z qolib ketgan. Hop, yana ham tekshirib ko'raylik. Ikkita to'g'risiqning har biri uchinchi to'g'risiqqa parallel bo'lsa, bu to'g'risiqlar paralleldir. Demak, 3 ta to'g'risiqning o'zaro parallelligi alomati bu. Agar bir to'g'risiq ikkinchisiga va ikkinchisi uchinchisiga parallel bo'ladigan bo'lsa, yoki teskarisi ham, hop, bu holda demak, uchinchi anaqaga parallel bo'ladi. Ishoramiz, bir tarafi to'g'ri bo'lyapti. Uchinchi to'g'risiqqa ham parallel bo'ladi. Ana shu.
Demak, javobni belgilab bo'ldik. D javob xato ekan bularning ichida 5-chi savolda. E ham to'g'ri. Hozir masalamizni nuqtasi bo'yicha berilgan shart bo'yicha to'g'ri bo'ladi. Hop, oltini o'qiyman. Bir nuqtadan tekislikka ikkita og'ma o'tkazilgan. Og'malarning uzunliklari 2:1 nisbatda ularning proyeksiyalari 7/1 teng deyilibdi. Hop, x olamiz. Og'ma o'tkazilgan, mana proyeksiyalarni ham chizdim. Hop, PA biza va PB. Hop, 2/1 nisbati degani 2x va x degani. Hop, ularning proyeksiyalari 7/1 teng. Demak, mana buni uzunligi 7, buniki 1. Chunki qushni qoida aytdik, qaysi nimaning uzunligi katta bo'ladigan bo'lsa, og'maning uzunligi katta bo'ladigan bo'lsa, uning proyeksiyasi ham katta bo'ladi. Ya'ni katta og'maga katta proyeksiya mos keladi. Yoki teskarisi. Qaysi nimaning proyeksiyasi uzun bo'ladigan bo'lsa, o'shanga mos kelgan og'ma ham katta bo'ladi. Shunga ko'ra 2x bo'lgani uchun 7/1. Xullas, bu yerda hozir bizga so'ralayotgan narsa berilgan nuqtadan xlikkacha bo'lgan masofa so'ralyapti, ya'ni PS so'ralyapti. Hop, PS ni topish uchun men P ni kvadratidan A ni kvadratini ayirib ildiz chiqarishim kerak yoki bunisi. Xullas, ikkalasi holatda x yo'q bizda. X topib olamiz. Hop, buni balandligini h deb oladigan bo'lsam, demak h so'ralyapti. Mana. Oldin ikkita uchburchak bo'yicha quyidagicha Pifagor teoremasini qo'llab olaman. Mana. H kvadrat teng x kvadrat minus 1 kvadrat. Hop, ikkita chap tarafni tenglashtirsam 2x kvadratidan x kvadratni ayirganim 7 kvadratdan 1 kvadratni ayirganim teng bo'ladi. Hop, shunda bittasi ayirsam x bo'ladi, keyingisi 3x bo'ladi qo'shsam. Bunisi esa ayirsam 6, qo'shsam 8 bo'ladi. Ikkinchisi 2 qoladimi? X kvadrat 16 ga teng bo'lyapti. Bu esa x 4 ga teng bo'lib chiqadi. X 4 ga teng bo'ldi. Hozir biz x topdik. Ana endi bunaqani topishimiz kerak. Balandlikni topishimiz kerak. Ya'ni nimani perpendikularning uzunligi. X kvadratidan 1 kvadratni ayiraman. Hop, x'imiz bizda 4 bo'lgan uchun 4 kvadratdan 1 kvadratdan ayirsam, tak, necha bo'ladi bu? 16 ayrilgan 1 15 bo'ladi. Demak, 15 chiqadi javobimiz. Y javob bo'lar ekan. Masalamiz. Mana. Hop, keyingisiga o'tamiz. 7-chi masalamiz. Xlikka tushirilgan og'ma bilan perpendikular orasidagi burchak 60 gradus. Og'maning uzunligi 20/3 ga, perpendikularning uzunligini toping deyilibdi. Hop, ishladik. Birinchi masalani o'zi ekan. Mustaqillashga qoldirib olsak bo'ladi. 8-chi bitta nuqtadan tekislikka og'ma va perpendikular o'tkazilgan. Og'maning uzunligi 5, perpendikularning uzunligi 4. Og'maning tekislikdagi proyeksiyasi necha santimetr? Pifagor teoremasiga qo'llaymiz. Oson ekan. 9-chi masalamiz. Alfa tekislik va uni kesib o'tmaydigan AB 9 santimetr kesma berilgan. Agar kesmaning uchlaridan tekislikkacha bo'lgan masofalar 7 va 11 bo'ladigan bo'lsa, AB kesma yorituvchi to'g'risida alfa tekislik bilan tashkil etilgan burchakning sinusini toping. Aynan shu masalaga doir faqat raqamlari boshqa bo'lganlarni ishladik. Mustaqil ishlashga qoldiramiz. 10-chi masalamiz. Bitta nuqtadan tekislikka og'ma va perpendikular o'tkazilgan. Og'maning uzunligi 5, perpendikularning uzunligi esa 3. Og'maning tekislikdagi proyeksiyasi. Ishladik bunaqa masala. Uni mustaqil ishlashga qoldirdik. 11 alfa tekislik va uni kesib o'tmaydigan AB. Bunga doir masala ishladik. O'qib o'tirmayman. Mustaqil ishlashga qoldirsam bo'ladi. Sizlar o'zingizlar mustaqil ishlashingizga. Hop, ana endi 12-chi masalamiz. 12-chi masala. Muntazam ABC uchburchakning AC tomon orqali tekislik o'tkazilgan. Uchburchakning BD medianasi tekislik bilan 60 gradusli burchak tashkil etadi. AB to'g'risi chiziq bilan tekislik orasidagi burchakning sinusini toping deyilibdi. Hop, muntazam ABC uchburchagini chizib olamiz. Mana shu muntazam deydigan bo'lsak, bu ham A, bu ham A, mana bu ham A. Hop, tak, AC tomon orqali deyilgan uchun kelinglar A ni bu yoqqa yozaman, B bu yoqda, C bu yoqda. Mana shu aloqasi orqali tekislik o'tkazilibdi mana. Hop, burchakning BD medianasi
muntazam uchburchak medianasi ham bekitilishi ham balandlik bo'ladi. Demak, mana shunda mana a taqsim 2 bu ham a taqsim 2 bo'lib qoladi. Chunki hammasi a edi. Hop, bd medianasi tekislik bilan 60 gradusli burchak tashkil etadi. Demak, uni proyeksiyasi uchburchak bo'ladigan bo'lsa, mana proyeksiyasi mana bu yerda b1 deydigan bo'lsam, mana bu chiziq bilan mana bu yer, mana bu 60 gradus ekan mana shu. Tushirsam to'g'ri burchak bo'ladi. To'g'ri burchak uchburchak bo'ladi boshqacha qilib aytganda. Bizdan mana burchak so'ralyapti, mana phi. Ya'ni AB AB to'g'ri bilan tekislik orasidagi burchak so'ralyapti. Biz oladigan bo'lsam, mana bu yerda mana bu A, bu B, bu B1. Mana bu phi so'ralyapti bizdan. Mana bu A bizda. Hop, hozir harakat qilamiz endi topishga intilamiz. Biz hozir b1 topib olsak, mana bu x belgilaydigan bo'lsa, mana bu x bo'ladi. Shuni topib olsam oson bo'lib qoladi. Nuqta bilan bog'layman-da. Uni esa mana birinchi chizilgan nima bo'yicha foydalanaman. b1 mana buni kelinglar d deb belgilaydigan bo'lsa, mana bu d. Mana burchak berilyapti 60 gradusli. Hop, endi mana bu bizda balandlik bo'ladi. Ham balandlik, ham mediana, ham bekitilishi. Bizda mediana deganmi? Mediana degan bo'lsa, kelinglar shuni m harfi bilan belgilab qolaman. Mediana. Hop, medianani topadigan bo'lsam, muntazam uchburchakda mana mediana a taqsim 2 bu a bo'ladigan bo'lsa, mediana a + 3 taqsim 2 bo'ladi. Hop, bu a + 3 taqsim 2. Buni biz ham x ni bog'lab olsak bo'lar. X ni bog'lab olsak bo'lar. Hop. Buradan sinus phi barobar x taqsim a bo'ladi. Bu yoqdan sinus 60 gradus barobar x taqsim a + 3 taqsim 2. Buni x topadigan bo'lsam, sinus 60 gradus + 3 taqsim 2, a + 3 taqsim 2 ni + 3 taqsim 2 ga ko'paytirsam, a 3 taqsim 4 bo'ladi. 3 taqsim 4 bo'ladi. Bo'ldi, endi o'rniga borib qo'ysam bo'ladi. X o'rniga. Sinus phi barobar shu so'ralganmidi? Sinus so'ralgan. Shu burchamiz sinuslar. Sinus phi so'ralgan. Sinus phini topishim uchun 3 taqsim 4 ni a ga bo'lishim kerak. 3 taqsim 4 chiqyapti javobimiz. 3 taqsim 4 chiqyapti. Bu to'g'risi bilan taqsim 4 degan javob bizda C javobda turibdi. Masalamiz uchun. Ketdik 13-masalamiz endi. Biz uchburchakning to'g'ri burchakli b uchidan uchburchak tekisligi perpendikulyar to'g'risi b o'tkazilgan. Tushunarli. To'g'ri burchakli uchburchak ekan. Mana bunaqasiga to'g'ri burchakli uchburchak. Ko'rinishi uchun bu yoqqa qarab chiza qolaman. To'g'ri burchakli uchburchak. Mana shu to'g'ri burchakli uchburchakni b uchidan deyilyapti. Uchburchak tekisligiga perpendikulyar to'g'risi o'tkazildi. Mana b o'tkazilibdi. B o'zida mana balandlikka
gipotenuzaga tushirilgan balandlikka perpendikulyar bo'ladi. Mana B to'g'risi. Xo'sh, B bo'ladigan bo'lsa, A bu 3 ga teng ekan, B'si va mana bu A bo'lsin, mana bu C bo'lsin. Uchlari mana bu 4, bu yoq 3 ekan. Hop, B'dan AC to'g'risi orasidagi kesma so'ralgan. Mana bu so'ralyapti bizdan. Mana buni x deydigan bo'lsa, mana bu 4 bizlar. Bu so'ralyapti. Buning uchun bizga nima kerak? Mana bu balandlik kerak bo'ladi. Balandlik kerak bo'ladi. Yo'q, uzr bo'lmas ekan. Mana shu aynan shu balandlikni o'zi so'ralgan. Asli to'g'risi chiziqlar orasidagi masofa. Mana shu balandlikni o'zi so'ralgan ekan. Hop, ya'ni nuqtadan asli to'g'risigacha deyilmagan perpendikulyarlar orasida. Mana bunda perpendikulyar davom etib ketishi mumkin. Tekislik oladigan bo'lsak, mana shu AC to'g'risidan, ya'ni gipotenuzadan B3 gacha. Demak, D deb belgilaydigan bo'lsam, BD uzunlik so'ralyapti mana. To'rtburchak uchburchakni chizib oladigan bo'lsam, mana bu h so'ralyapti. Hop, mana bu 3 bu yoq 4. 3 4 bo'lsa, bu yoq demak C 5 bo'ladi. Pifagor sonlariga ko'ra. Demak, h topish uchun 3 4 ko'paytirib 5 ga bo'lishim kerak bo'ladi. 12 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsam, bu yoq 2,4 bo'ladi. 2,4 B javob bo'ladi. Uzunlik, ya'ni o'sha AC perpendikulyardan AC tomongacha bo'lgan masofa 14 ga teng. Keyingi masalamiz, 14-masalamiz. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri noto'g'ri? Demak, oldingi mavzumizga qarab, buni mustaqil ishlashga harakat qilib ko'rasizlar. 15-masalamiz. Bir nuqtadan tekislikka uzunliklari 23 va 30 bo'lgan ikki og'ma tushirilgan. Agar og'maning proyeksiyalarning nisbati 2-3 kabi bo'ladigan bo'lsa, bu holda berilgan nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofani toping deyiladi. Hop, mana shu perpendikulyar tushirib olganim yaxshi. Hop, tekislik uzunliklari 23 va 30. Demak, yana 23 bo'lsin, 33 bo'lsin mana. Mana og'malar proyeksiyalar nisbati 2-3. Demak, 2x ekan, bu 3x ekan. Berilgan nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofa. Demak, perpendikulyar uzunligi so'ralyapti. Mana A bu C deb oldik bo'yi. BC ning uzunligi so'ralyapti. Hop, yana o'sha Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsak, 33 kvadratidan x kvadratni ayiramiz, 23 kvadratdan esa 2x kvadratni ayiramiz. Hop, ishlaydigan bo'lsak, 33 kvadratdan 23 kvadratni ayirganimiz 3x kvadratidan x kvadratni ayirganga teng bo'ladi. 33 dan 23 ayirsak 10 bo'ladi, 33 ga 23 qo'shsak 56 bo'ladi. Bu yerda 3x dan 2x ketsa x qoladi, qo'shsak 5x bo'ladi. Hop, qisqartirsak, bu yerda 2 qolsa x kvadrat 112 ga teng bo'ladi hozircha. Endi ildiz chiqarib qo'ymayman, chunki p ni topishim uchun aynan menga 23 kvadratidan x kvadratini ayirishim kerak. Ya'ni 23 kvadrati 529 bo'lardi. Undan ayiraman. Tak. 2 ko'paytirilgan, 4 ko'paytirilgan 112 demak 418. X 81 bo'ladi, 81 dan esa 9 chiqadi. Demak, javobimiz 9 bo'ladi, masofamiz o'sha. B javob bo'ladi. Tak, 16-masalaga o'tamiz. 16-masalaning berilishi AB kesma A oxiridan tekislik o'tkazilgan deyilgan.
Shu kesmaning B oxiridan va S nuqtasidan tekislikni B1 va S1 nuqtalarida kesuvchi parallel to'g'rislar o'tkazilgan aytilibdi. Ho'p, tekislikni yozib olamiz. Bu yerda bizda BA kesmamiz A nuqtamiz tekislikda yotar ekan. Mana bunaqa ekanda. Mana bu B. Hop, bir oxiridan va S nuqtasidan mana bu yerda S bo'ladigan bo'lsa, perpendikulyarlar tushirilibdi mana. Ani sal bu yoqda qilaylik. Mana qarang. Mana nuqta. Mana bu S bizda, mana B1 bo'ladi, mana bu S1. Mana alfa tekislik. Hop, S1imiz mana 15 ga teng ekan. Hop, A'sini BSga nisbati 2 3 ekan. Mana 2x bo'ladigan bo'lsa, mana 3x ekan. B1 uzunlikni so'ralyapti bizdan. Demak, mana buni y deb oladigan bo'lsam, bu yerda o'xshash uchburchaklar hosil bo'lyapti. Qaysi uchburchaklar? A, B, B1 uchburchagi bilan o'xshash. A, S, S1 uchburchagimiz o'xshash. Hop, chunki B1 ya'ni B1 bizda parallel S, S1 ga. Bundan foydalansak bo'ladi. Xullas, quyidagicha bo'ladi. 2x ni 5x ga nisbati nimaga? Chunki 5x katta uchburchakni kattani o'sha A B tomoniga to'g'ri keladi-da. Biz mana bunaqa qila qolaylik. O'xshashlikdan foydalansak, mana bu nisbatni ola olamiz biz. A B ni A S ga nisbati B B1 S S1 ga nisbati bo'ladi. Mana. Hop, hisoblaydigan bo'lsak, 3x plus 2x 5x bo'ladi. A'simiz noma'lum bizda. Yo'q. 2x ekan, uzr. X ekan barobar B1 noma'lum. Bu noma'lum. Mana bu 15 bizda. Mana. S1 15 edi bizda. A'simizni biz 2x deb olyapmiz. AB'ni 3x qo'shilgan 2x olyapmiz. 5x shuni hisoblaymiz. Xullas, mana shuni x dan tashlab olsak, y topish uchun 5 15 ko'paytirib 2 ga bo'lishim kerak. Ya'ni 75 2 ga bo'ladigan bo'lsa, 32,5 bo'ladi javobimiz. Javobimiz 32,5 chiqyapti. 32,5 degan javobga javoblanishni izlab ko'raman. Tak, C javobda turibdi masalamiz yechimi. C javobda turibdi. Tak, 17-chi masalamiz. Nuqtadan tekislikka ikkita olma o'tkazilgan. Agar olmalar birinchi nisbatda bo'lsa, ishlovdik adashmasam. Tepada masalaga o'xshaydi. Qaysi masala ishladik adashmasam, hozir ko'ramiz. Mana bu masalaga o'xshaydi. 6-chi masalani o'zi 195 chiqdi. 195 degan javob bo'lsa kerak. Agar shu sharti bir xil bo'ladigan bo'lsa, bu yerda olmalarning uzunliklari so'ralgan ekan. Proyeksiyalari bor, olmalar nisbati bor. 1 kelsa 2 marta katta bo'ladigan kesmalar berilgan. Ishlab ko'rasizlar. 6-chi masalaga o'xshash ekan. Oltinchi masalaga o'xshash. Ketdik. Keyingi masalamiz 18-chi masalamiz. ABC muntazam uchburchakning AC tomoni orqali alfa tekisligi o'tkazilgan. Burchakning BD balandligi tekislik bilan 30 gradusli burchak tashkil qiladi. AB to'g'risi bilan alfa tekisligi orasidagi burchak sinusini toping deyilibdi. Hop. Muntazam uchburchak chizamiz. AC AC tomonidan bunaqa o'tkazilgan, tekislik o'tkazilgan. BD balandlik
muntazam uchburchakda ham mediana ham balandlik bo'ladi. Mana tekislik bilan, demak, bundoq tushiradigan bo'lsam, bu yerda ham proyeksiyasi shunaqa bo'ladi. Mana bu 30 gradus bo'ladi hozir. B1 deb olamiz. 30 gradus. A bu to'g'risi bilan alfa tekislik orasidagi burchak. Hozirgina ishladik, adashmasam bunga doir masala mustaqil ishlashga qoldirsam bo'ladi. Mana bu so'ralyapti mana fi. Bu A tomoni, bu A edi, bu B1, mana bu so'ralyapti. Sinus so'ralyapti. Mustaqil ishlashga harakat qilamiz. Bu yerda 30 gradus bo'lgani uchun salgina boshqacharoq bo'ladi qiymat. Bu 3/4 chiqadi. Mustaqil ishlashga qoldirsam bo'ladi. 19-masala. ABC uchburchakning to'rt burchakli uchi S'dan uchburchakka perpendikulyar A to'g'risi o'tkazilgan. A 15, B 20, A va AB to'g'risilar orasidagi masofa topilsin deyiladi. To'rt burchakli uchburchak. To'rt burchakli uchburchak. Bu A bo'lsa, bu B bo'lsa, mana bu C ekan. Chunki to'rt burchagi A to'g'risi o'tkazilgan. Mana bu perpendikulyar ekan. Bunda tekislik deydigan bo'lsa, mana tekislik deydigan bo'lsa, A to'g'risi endi pastga tushib ketadi, endi orqasidan bu ko'rinadi. Bu mana bu shtrixlangan joyi o'sha to'g'risini ko'rinmaydigan qismi. Hop, nimalar bor bizda? A'si 15 ga teng ekan, 15 ekan, 20 ekan. Hop, alfa va AB to'g'risi orasidagi masofa to'g'ri. Yana o'sha nima ekanda balandlik ekan. Bunda masala ishladik. Mana shu H so'ralyapti yana. Hop, D desak, H yana C deb so'ralyapti. Mustaqil ishlashga qoldiraman. Ishladik bunaqa masala. Mana shu to'rt burchak uchburchakni balandligini topishimiz kerak. Gipotenuzani topib olib, yuzalar bo'yicha hisoblasa bo'ladi. 20-masalamiz endi. Bir nuqtadan tekislik ikkita og'ma tushirilgan. Agar og'malar uzunliklari nisbati 5 va 6 og'malarga mos perpendikulyarning uzunliklari 4 va 3/5 ga bo'lsa, 3/3 ga teng bo'lsa, bergan nuqtadan tekislikcha bo'lgan masofani toping. 20 vazifa sifatida qoladi. 21 ni ham qoldiramiz. Foydalanib yoddan bilishimiz kerak buni ishlash uchun. 22. AB kesmaning A oxiridan tekislikka o'tkazilgan. Tekislikka o'tkazilgan. Shu kesmaning B oxiridan va C nuqtasidan tekislikni B1 va C1 nuqtasida kesuvchi parallel to'g'rilar. Hozirgina ishladik bu masala. Mana bunga tushadi. Mana 16 ga o'xshar ekan. 16 ga o'xshash mustaqil ishlashga qoldirsak bo'ladi. Necha keldik? 22 keldik. 22 mustaqil ishlashga nima qilyapman? 16 ga o'xshash. 16 ga qarab mustaqil ishlashga qoldirsak bo'ladi. 23 nuqtadan tekislikka ikkita og'ma va og'ma o'tkazilgan og'malar uchi 5 nisbatida rosa ko'p misol ishladik. Mustaqil ishlashga qoldiramiz. 24 ni ham qoldiramiz. 25 tekislikdan A masofada joylashgan nuqtadan tekislikka ikkita og'ma tushirildi. Masala ishlanadi shekilli. Tekislikdan alfa A masofada joylashgan nuqtadan ikkita tekislikka ikkita og'ma tushirildi. Og'malarning har biri bilan tekislik orasidagi burchak 45 gradus teng. Agar og'malar orasidagi burchak 60 gradusga teng bo'lsa, og'maning uchlari orasidagi masofani toping deyildi. Xo'p, buni mana bunaqa ishlasak bo'ladi. Mana. Perpendikulyarni oldik.
Perpendikullarimiz mana bu chizganimiz. Mana P, A, mana B, mana bu C bo'lsin. Hop. Bu yoqqa ham perpendikulyar, bu yoqqa ham perpendikulyar. Mana burchaklar 45 gradusda. Men buni sal uzunroq olishim kerak ekan. Uzunroq olishim kerak. Mana juda o'xshash qoldi. Hop, endi aytyaptiki, A masofada joylashgan. Mana bu A uzunlik. Pdan Agacha. A nuqtasidan nima o'tkazilgan? Bizda X ga o'tkazilgan. X ga o'tkazilgan. Hop, 45 gradusligini aytdik. Tekisliklar orasidagi anaqamiz burchagimiz 60 gradus. 60 gradus. Hozir mana bu 45 gradus bo'lgandan keyin A bo'lgandan keyin og'malar naqa bo'ladi. Bunda mana bu ham 45 gradus bo'ladi, yassi burchaklar 45 gradus bo'ladi. Bu alzosi 2 bo'ladi. Mana bu ham alzosi 2 bo'ladi. Hop, endi 60 gradus bo'lsa og'mani uchlari orasidagi masofa. Mana masofa so'ralyapti. Hop, mana bu B edi bizda, BC ni uzunligi so'ralyapti. Mana bunaqa burchak paydo bo'lyapti bizda. Tepada P, orasidagi burchak 60 gradus. Mana bu alzosi 2, bu ham alzosi 2. Bizdan C dan B gacha bo'lgan masofa so'rayapti. Hop, teng yonli uchidagi burchak 60 gradus bo'lsa, demak pastdagi burchaklar ham 60 gradus bo'ladi. O'zimizdan muntazam uchburchak, bu ham alzosi 2 teng bo'ladi. Javobimiz C. Mana bu so'ralyapti bizdan. Mana shu uchburchak. Burchakdagi pastdagi kesma, BC uzunlik so'ralyapti. Keyingi masalamiz 26-masalamiz. Uzunliklari 10 va 15 bo'lgan ikkita kesmaning uchlari o'zaro parallel tekisliklarda yotadi. Hop. Birinchi kesmaning tekislikdagi proyeksiyasi 19 bo'lsa, ikkinchi kesmaning proyeksiyasi necha santimetr? Ikkita parallel tekislik olamiz. Birinchi tepadagi tekislik bo'lsin, ikkinchi tekisligimiz mana. Hop. Ikkita nuqta olaman. Birinchisini nuqtasi og'maning uzunligi 10, birinchi kesmamiz, ikkinchisi 15 deyilyapti. Va parallel bo'lgani uchun perpendikulyar uzunliklari bir xil bo'ladi. Va h bo'lsa, bu ham h bo'ladi. Xo'p, endi aytyapti. Birinchi kesmaning tekisliklar proyeksiyasi. Demak, 10 ga teng bo'lgan proyeksiyasi izosi 19 ga teng ekan. Xo'p, ikkinchi kesma proyeksiyasi necha santimetr? X ekan. Xo'p, 10 ning kvadratidan izosi 19 ning kvadratini ayirsak, h kvadrat. Yoki h kvadrati barobar 15 kvadratda x kvadrat. Ikkinchi anaqa bo'yicha, uchburchak bo'yicha olamiz. Shu bo'yicha anaqa qiladigan bo'lsak, 10 ning kvadratidan 9 kvadratini 15 kvadratda x kvadratni ayirgan tenglashtirsak, x kvadrati 15 kvadratga ayrilgan 10 ning kvadrati qo'shilgan izosi 19 ning kvadrat bo'ladi. Natija 225 100 119. 225 dan 100 ayirsak 125 bo'ladi, 19 qo'shsak 144 bo'ladi. X kvadrat 144 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ximiz 12 bo'ladi. 12 degan javob bizda A javob chiqdi. 27-masalamiz. Alfa va beta tekisliklar 45 gradus burchagi ostida kesishadi. Tak. Tekislikni olamiz. Hop, ikkinchi tekislikni kesish chizig'i deydigan bo'lsak, mana qolamiz. Mana bizda ichidagisi mana yergacha keladida, buyog'i uzun chiziqlar ko'rinmaydigan qismi. Hop, buni ham davom ettirsam, ko'rinadi buyog'i. Hop, 45 gradusli burchak tashkil qiladi deyapti. Alfa beta. Alfa tekislikdan mana bu alfa deydigan bo'lsak, buni beta deb olamiz. Alfadan beta tekislikkacha bo'lgan masofa 2 ga teng ekan. Bunisini alfa deb qo'ydik. Pastdan ola qo'ydik nuqtani. Buni beta deymiz, buni alfa deymiz.
Mana mana bundan chiziqgacha bo'lgan masofa A nuqtamiz 2 ga teng ekan. Hop, A nuqtadan tekislikning kesish nuqtasi chizig'igacha bo'lgan uzr. Bu yerda xato qilibmiz. Tak, mana bu A nuqtamiz. Bu emas, mana bunaqagacha nisbat. Mana bu chiziqni oladigan bo'lsa, mana bu 45 gradusgacha rashklayapti-yu. Bizda bunaqagacha bo'lgan masofa sal uzunroq ola qoling masalan. A nuqtamiz. Mana bu bizda 2 ga teng ekan. B deb oladigan bo'lsam, mana. Hop, endi B dan kesish chizig'igacha bo'lgan masofa A nuqtadan tekislikning kesish chizig'igacha bo'lgan masofani toping debdi. Tak. Hop, bu 45 gradus bo'lsa, mana bu ham 45 gradus bo'ladi. Bir betdan hozir bizda S burchak 45. Bundan burchak A to'g'ri burchak bo'lgani uchun 90 gradus bo'lgani uchun bundan B burchak ham 45 bo'ladi. Ya'ni teng yo'l to'g'ri burchak 3 burchak bo'lyapti. Hop, bizdan nima so'ralgan? Mana bu BS so'ralgan. Hop, AB bor 2 ga tengligi. Demak 45 gradusligidan mana bu ikkalasi 45 gradusligidan ASdan ABgacha bo'lgan masofa bir xil bo'ladi, 2 bo'ladi. Ya'ni chizib oladigan bo'lsak, mana bu bizda BS, mana bu A bo'ladi. Bu 2 bilan 2 bo'ladigan bo'lsa, bu 2 imzosi 2 ekanda. 2 imzosi 2. Chunki 45 gradusli burchaklar to'g'ri burchak uchburchakda teng yo'l to'g'ri burchak uchburchakda katetlar A bo'ladigan bo'lsa, gipotenuza A imzosi 2 bo'ladi. Mana masalamiz uchun 2 imzosi 2 bizda B javobga to'g'ri keladi masalamiz. Hali bo'lgan bo'lsa kerak, endi bu masalaga o'tsak bo'ladi. Oxirigacha tekisliklar orasida hop, keyingi masalamiz 28-masala bo'ladi. 28-masala. Berilgan nuqtadan ikkita omma nuklear tushirildi. Ommalarning proyeksiyalari 20 ga teng hamda ulardan biri ikkinchisidan 6 santimetrga uzun ommalarning proyeksiyalari 20 ga teng bo'lsa, ommalarning biri ikkinchisidan 6 santimetrga uzun ekan. Tak. Bog'ni tushiramiz. Nuklear tushiraman. Hop, mana bu 20 ekan, mana bu 15 ekan. Proyeksiyalar bor-da. Hop, biri endi x desam, ikkinchisi 6 ga uzun desa, x + 6 bo'ladi. Mana. Nuklear uzunligi so'raladi. Mana tekislik. Hop, 20 kvadratidan x + 6 ning kvadrati ayrilganda, x kvadratdan 15 kvadratdan ayrilganiga teng bo'ladi. Nuklearning uzunligi h so'raladi. H topish uchun bundan topib olish kerak. Ommalar uzunligini topib olish kerak. Plus x + 6 ning kvadratdan x kvadratdan ayirsam, 20 kvadratdan 15 kvadratdan ayrilganiga teng bo'ladi. Hop, ayirsam 6 bo'ladi, qo'shsam 2x + 6 bo'ladi. Hop, bu yoqni ayirsam 20 dan 15 ayirsam 12 bo'ladi, qo'shsam 42 bo'ladi. To'g'ri oladimi? Hop, 6 bilan 42ni qisqartirsam 7 bo'ladi. 2x + 6 barobar 84 bo'ladi. 2x topish uchun 84 dan buni qanaysam 6 ni ayirsam 78 bo'ladi. X esa 39 bo'ladi. Men hozir x ni topdim, mana endi h topishim kerak. H topish uchun x kvadratdan 15 kvadratni ayiraman. Ya'ni 39 kvadratdan 15 kvadrat. 39 15 ayirsam
Birinchisi 24 bo'ladi. Qo'shsam 54 bo'ladi. Bu paytda ichiga ajratma qiladigan bo'lsam, 54 ni 27 ko'paytirib ketsam 9. 9 ko'paytirib 6 desam bo'lar ekan. 144 ko'paytirib 9 bo'ladi. Ya'ni 12 ko'paytirib 3 bo'lyapti. 36 ekan javob. 36 bizda Y joyiga to'g'ri keladi. Keyingisi 29-chi masala. Tekislikdan B masofada joylashgan nuqtalar tekislikka ikkita omma tushirilgan. Bu ommalar tekislik bilan 30 gradus va 45 gradusda bir o'zaro to'g'ri burchak tashkil qiladi. To'g'ri burchak tashkil qiladi. Hop, ommaning oxirlari orasidagi masofani toping deyilibdi. Boya 60 gradus burchak tashkil qiladi, bu yerda to'g'ri burchak tashkil qiladi. Mustaqil ishlashga qoldirsak bo'ladi. Va 45 edi. Ana endi bu yerda 30 va 45 gradus burchak qarshisidagi o'sha tangistdan foydalaniladi. Tangistdan foydalanib topishga harakat qilamiz. 30 gradus qarshidagi katetni katet gipotenuzani yarmiga tengligidan shundan foydalanib ishlasak bo'ladi. Mustaqil ishlashga qoldirdim buni. Hop, keyingi masalamiz 30-chi masala bo'ladi. 29 ishlab bo'ldik. 30-chi masala nuqtaning tekislik o'zliklari 10 va 15 bo'lgan ommalar tushirilgan. Birinchi ommaning tekislikdagi proyeksiyasi 7 santimetr bo'lsa, ikkinchi ommaning proyeksiyasi qancha santimetr bo'ladi deb buni mustaqil ishlatyapmiz. Omma va proyeksiyalar bo'yicha masalalar ishladik. 31-chi masalamiz to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 12 ga teng. Bu uchburchakning uchlaridan 10 ga teng masofada burchak tekisligidan tashqarida nuqta berilgan. Shu nuqtadan burchak tekisligigacha bo'lgan masofa aniqlansin deyiladi. Hop. Quyidagicha to'g'ri burchakli uchburchakni chizib olaman. Hop. Uchlaridan uchburchakning uchlaridan 10 santimetrda nima yotibdi? Nuqta yotibdi. Hop. Mana bu ham 10, bu ham 10, bu ham 10. Gipotenuza 12. Xo'sh. Shu nuqtadan uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofa so'ralyapti. Anaqa sal uzun bo'lib ketdi. Anaqa tushiradigan bo'lsak, qanday bo'ladi mana. Mana shu so'ralyapti. Tak, belgilash boshlaydi. Tak, A, B, S. Mana 12 nuqta shimanda bu yerda D deb yozib qo'yadi. Hop. A, S 12 bo'ladigan bo'lsa, mana bu 6 dan bo'ladi. Chunki unda o'tqizsam unda o'tqizsam 6 ga bo'ladi. Hop. Hop, davom ettiramiz. Uchburchakning gipotenuzasi 12 teng. Bu uchburchakning uchlaridan 10 ga teng masofada burchak tekisligidan tashqari nuqta berilgan. Shu nuqtadan uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofa aniqlansin. Demak, P'ni topish so'ralyapti. P'ni topish. Hop. Bu yerda to'g'ri burchakli bo'lgani uchun bu F unaqa emas. Aynan P'ni topish yetarli bo'lar ekan. Chunki hali biz bunaqa ko'ramiz.
piramida mavzusini ko'ramiz. O'sha e, qirralari teng bo'lgan paytda aylana o'sha balandlik tashqariga aylana markazida bo'ladi. To'rtburchak, uchburchakka aylanib tashlanganda uning markazi gipotenuzada yotadi. O'sha uchun biz bemalol mana shu anaqadan foydalansak bo'ladi. Mana balandlik bo'ladi. Hop, shunda bizda P, D ni nomini oladigan bo'lsak, mana bunaqa bo'lar ekan bizda. Bunaqa uchburchak bo'lar ekan. Hop, mana P bo'ladigan bo'lsa, mana bu D bo'lyapti bizda. Hop, shunaqa mana bu A bo'lsa, 6 ga teng bu 1. To'g'ri so'zladim. Hozir. To'rtburchak bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu D bo'ladi. Mana bu D ekan. Mana bu A bizda. B A 10 ga teng, A da 6 ga teng, mana bu so'ralayotgan ekan. X topish 10 kvadratidan 6 kvadratini olishimiz kerak. Plus 8 bo'ladi. Masalan, A javob bo'ladi. Mana. Piramida mavzusida yana bir narsa to'g'risida to'xtalib o'tamiz. 32-chi masala. AB kesma alfa tekislikni kesib o'tadi. Uning uchlari tekislikdan 2 va 4 ga teng masofada joylashgan. Kesmaning tekislikdagi proyeksiyasi 6 ga teng. Kesma va tekislik orasidagi burchakni toping deydi. Tekislik zo'roq chizamiz. Mana bu yerda A nuqtani oldim. Va mana bu yerdan B nuqtani olyapman. B nuqta. Bu yerda C nuqta kesib o'tsin. Bir nuklear tushiraman. A1 bo'ladi bu. B o'tkazsam. Unda vertikal burchak hisoblaydi. Ikkalasi vertikal burchak bo'lgani uchun teng bo'ladi. Hozir bizning masalamiz sharti bo'yicha, uning uchlari 2 va 4 ga teng. Mana bu uzunlik 2 ga teng bo'ladi. 2 ga teng bo'ladi. Mana bu 4 ga teng bo'ladi. Hop, keyin kesman tekislikdagi proyeksiyasi 6 ga teng. Va bizda mana bu x bo'lsa, mana bu 6 minus x bo'ladi. Chunki hammasi 6 bo'lgani uchun A1 B1 uzunligi masala sharti bo'yicha 6 ga teng. Hop, x topib olsak, keyin alfani topish oson bo'lib qoladi. Hop, ya'ni 6 minus x o'xshash uchburchaklar bo'lgani uchun 6 minus x ni 4 2 ga nisbatiga teng bo'ladi. Hop, 2 ga teng bo'lsa 6 minus x topish uchun hop 2x deb yozib olamiz. Shunda 6 barobar 3x bo'ladi. X esa 2 ga teng bo'ladi. X 2 ga teng bo'ladi. Hop, bu to'g'ri burchak uchburchakda bu alfa bo'lsa, mana bu 2 bo'ladi. Bu ham 2. Demak, alfa 45 ekanda, chunki tangens alfadan foydalansam 2 taqsim 2 bo'ladi. 1 alfa 45 gradus bo'ladi. To'g'risi, tekislik bilan 45 gradusli burchak tashkil qilayotgan ekan. To'g'risi 45 gradusli burchak tashkil qilyapti. A javobga to'g'ri kelyapti masalamiz uchun. 33-masala. Berilgan nuqtadan tekislikka uzunliklarning ayirmasi 6 ga teng bo'lgan ikkita og'ma tushirildi. Og'malarning tekislikdagi proyeksiyalari 15 20 va 15 ga teng. Berilgan nuqtadan tekislikkacha bo'lgan masofa. Demak, ayirmasi 6 ga teng bo'lsa, bittasi 6 ga uzun degani. Adashmasam shunga o'xshagan masala ishladik. Ustav qilishga qoldirsak bo'ladi. 34-masala. 34 alfa va beta tekislik orasidagi burchak 60 gradusga teng. Alfa tekislik A nuqtasidan tekislikning kesishma chizig'igacha bo'lgan masofa 3 ga teng. A nuqtadan beta tekislikkacha bo'lgan masofa. Buni ham mustaqillikka qoldirsak bo'ladi. O'xshashini aytaman, hozir yaqindagina ishladik. 5-masala. Mana 27-masalani o'zi. Faqat raqamlari va burchagi boshqa. Shunga 27-masalaga o'xshash ekan. 35. Burchakning tomonlari
o'n yetti va 21 teng. Burchakning katta burchagi uchidan uchburchak tekisligi perpendikulyar o'tkazilgan bo'lib, uning uzunligi 15 ga teng. Perpendikulyarning tekislik bilan kesishmagan e, uchidan uchburchakning katta tomonigacha bo'lgan masofani aniqlang deyiladi. Hozir katta tomonni aytadigan bo'lsak, chiziqlarimiz sal mana mana shu katta tomoni bo'lsin. Uchburchakning tomonlari 10, 10, 17, tomoni 21. Katta tomoni. Uchini katta burchagi uchidan. Demak, katta tomon qarshisida katta burchak yetadi. Mana bunaqa perpendikulyar chiqarilgan. Uning uzunligi 15 ekan. Mana. Hop. Bu perpendikulyarning tekislik bilan kesishmagan uchidan, mana bu uchidan demoqchi, P uchidan uning katta tomonigacha bo'lgan masofa so'ralyapti. Mana buni so'ralyapti. Hop, buni kelinglar A, B, C deydigan bo'lsak, buni D deylik. B, D so'ralyapti bizdan. Hop, bu ham balandlik bo'ladi bizda. Bu balandlik. Bu ham perpendikulyar bo'ladi. Balandlik bo'ladi. Hop, mana bu x deb olsam bo'ladi. Mana 12 ni salbiy oladan olay. Mana bu x desam bo'ladi. Hop, balandlikni topsam 15 bor. Mana bu uchburchakdan men balandlikni topib olsam bo'ladi. Mana Geron formulasini qo'llasam bo'lar ekanda. Ya'ni qanaqa edi? H barobar 2s uchburchak taqsim a edi. A bizda 20 bo'ldi hozir. Uni shundan foydalanaman. Hop. S uchburchakni topib olaman bu yerda. O'zim. Geron formulasini yechamiz. S. Hop, yarim perimetr kerak bo'lar ekan. Perimetr 10 qo'shilgan 17 qo'shilgan 21 taqsim 2. Qo'shsak 27 48 bo'lar ekan, 24 ekan. Yarim perimetr. Demak, 24 ko'paytirilgan 24 ayrilgan 21, 24 ayrilgan 10, 24 ayrilgan 17. Mana. Oxirigacha hisoblaylik. 24 ko'paytirilgan 3 bo'ladi, 14 bo'ladi va 7 bo'ladi. Hisoblab chiqsak, 24 maydalasak, 8 ko'paytirilgan 3, 14 x olsam 16 bo'ladi. Kvadrat 9 bo'ladi, 2 kvadrat 49 bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 7 bo'ladi. Ya'ni 84 ekan. 2 ko'paytirilgan 84 taqsim 21. Qisqartirib olsak, 2 ko'paytirilgan 4 bo'lsa 8 ekan. Ana endi bu yerda aniq uchburchak bo'lyapti. Ko'tarilib. Bu barobar 8. Aniq uchburchak bo'ldi bizda hozir. Hop, mana bu yoq bizda 8 chiqdi, mana bu 15. Mana bu so'ralyapti bizdan. Hop, x topish uchun yuqori qo'llaydigan bo'lsak, 15 kvadratga 8 kvadratini qo'shishimiz kerak. X barobar 15 kvadratiga 8 kvadratini qo'shib yuz chiqarish kerak. Ya'ni 225 ga 64 qo'shamiz da 189 17 bo'ladi. 17 degan javob 17 degan javob A javob bo'ladi. Muntazam ABC uchburchakning C uchun muntazam ABD uchburchakning markaziga proyeksiyalanadi. ABC va ABD uchburchaklar orasidagi burchak toping deyiladi. Muntazam uchburchakni chizib olaman.
A, B, C muntazam uchburchak. Proyeksiyasi ham bo'lsin. Mana mana bir chet so'ralyapti bizdan. Shu burchak so'ralyapti. Hop. Muntazam ABC uchburchakning C uchi markaz muntazam ABT uchburchak. Ha, bu yerda mana bu almashibdi. Bu C ekan, bu B ekan. Hop. Mana bu ham muntazam ekan. Demak, bu A, bu ABC, bu ham muntazam ekan mana. Hop. Shunda bizga mana bu uzunlik kerak, mana bu uzunlik kerak, mana bu uzunlik kerak. Chunki to'rt burchak uchburchak bo'lyapti. Mana bu yerda qanaqadir Y nuqta deydigan bo'lsam, mana uchburchak bo'lyapti hozir. Mana bu bo'ldi. Hop, mana bu F bilan bo'lsa, mana bu F bo'ldi, mana bu C. Hop. Muntazam uchburchakda bu A bo'lsa, A bo'lsa, A, C, A, B, mana bu C, F. Tak. Bu perpendicular bo'ladi yoki mediana desak ham bo'ladi. Va balandlik A uzatmasi 2 ekan. Bu A uzatmasi 2 bo'ladi. Endi mana bu kerak bizga. Bu mana bu uchburchakni bu A bo'lsa, bu ham A bo'lsa, mana bu yergacha bo'lgan qismi. Ya'ni ichkizilgan aylana radiusi bo'ladi. 1/3 h bo'ladi. Xo'p, ana h bilan bir xil bo'ladi, 1/3 A uzatmasi 2 bo'ladi. Chunki h ikkalasida ham bir xil. Ya'ni bu A uzatmasi 6. Так, A uzatmasi 6. Alfa desak, demak, yopishgan katet bo'yicha kosinus bo'lar ekanda. Yopishgan katet bo'yicha. Kosinus alfa A uzatmasi 6ni A uzatmasi 2 bo'lamiz. Hisob bergan bo'lsak, A uzatmasi ketdi, 2/6 bo'ladi. Qisqartirsak 1/3. Hop, kosinus alfa 1/3 teng bo'lsa, alfamiz har kosinus 1/3 bo'ladi. Demak, alfa har kosinus 1/3 teng bo'lar ekan. Bu javobimiz bizada B javob bo'ladi. Hozir turib. Hop, javobimiz shunda B javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi masalamiz 37-chi masala. AB kesma alfa tekislikni O nuqtada kesib o'tadi. Agar AO ni OBga nisbati AO ni OBga nisbati 2 bo'lib, B nuqtadan alfa tekislikgacha bo'lgan masofa 8 ga teng bo'lsa, A nuqtadan alfa tekislikgacha bo'lgan masofani toping deyilibdi. Masala ishladik. Qoldirsam bo'lar ekan. Ishladik bunaqa masala. Mana bunaqa sunnatda. Pastdan nuqtani chiza qoling. Uzunroq chizaman, chunki kesib o'tyapti-da kesma. Uzun chizgan edim. Tepadan misol uchun bunaqa. To'g'ri. Bu A bo'lsin, bu B. B tushrsam, mana bu 8 bizda. Mana bu 8. Mana bu O bizda.
olib o'tgan. Mana 3x ekan. Mana 2x ekan. Mana o'dan bergacha sal uzunroq qilyapman. Hop, mana buni y deydigan bo'lsam, shu so'ralyapti-da endi. 8 ni y ga nisbati x ni y ni deya qo'yaylik. Y ni 8 ga nisbati 3x ni 2x ga nisbatiga teng bo'ladi. Nuqtalarni x dan tashlab yuborsam, y taqsim 8 barobar 3 taqsim 2 bo'ladi. Y 3 taqsim 2 ko'paytirgan 8. 12 bo'lar ekan. Y 12 B javob bo'ladi. Ishlab qo'ydik. Mustaqil ishlashga qoldirdik, mayli. Osonroq olmasa lekin. To'g'ri, keyingisi 38. To'g'ri to'rtburchakning 172 ga teng uning tekislikdagi ortogonal proyeksiyasi kvadratdan iborat. Tekislik va to'rtburchak yotgan tekislik orasidagi burchak 60 gradusga teng. Kvadratning perimetrini toping deyilibdi. Hop, to'rtburchak chizishga harakat qilaman. A bo'lsa, bu bo'lsa, mana bu ham kvadrat bo'lgani uchun pastkilar A bo'ladi. Hop. Endi nima deyapmiz? To'rtburchak 172 ga teng ekan. A ko'paytirilganda 72 ekan bizda. Hop, uning tekislikdagi ortogonal proyeksiyasi kvadratdan iborat. Tekislik va to'rtburchak yotgan tekislik orasidagi burchak 60 gradusga teng ekan. Mana bular 60 ekan. Mana bu A tushirsak, mana bu B bo'ladi bizda. Chunki B ga parallel bo'ladi. Mana bu to'rtburchak bo'ladi. Xo'sh, 30 gradus qarshisidagi katetga hipotenuza ayirmaydi. Mana 30 bo'ladi-ku. Mana bu A bo'lsa, chizib olamiz. Mana bu A bo'lyapti. Mana B bo'ladi. Mana 30 gradus. Demak, B 2A ga teng ekan. Bundan foydalansak, A ni topish imkoni bo'ladi. Bizda perimetr so'ralyapti. Kvadratning perimetri 4A. Kvadratning perimetri 4A. Hop, shundan foydalansak, o'zimiz kerak bizga A ni topish imkoni bo'ladi. Buni yoniga borib qo'yaman. A ko'paytirilgan 2A barobar 72. Hop, A kvadrat barobar 36 bo'ladi. Buni A 6 ga tengligi chiqadi. Hop, A 6 ga teng bo'lsa, perimetr topamiz. 4 ko'paytirilgan 6, buni 24 bo'ladi javob. 24 Y javob bo'ladi. Ya'ni 38 javobi Y bo'ldi. 39 masalamiz. Teng yonli ABC uchburchakning AB bunaqasi AB tomoni AC tomoniga teng ekan. A uchidan uchburchak tekisligi uzunligi 16 ga teng bo'lgan AB perpendikulyar o'tkazildi. D nuqtadan BC tomonigacha bo'lgan masofa 2 ga teng. Hop, ABC uchburchakning BC tomoniga o'tkazilgan balandligini toping deyilibdi. Hop. Teng yonli uchburchak chizamiz. Bu yerdan chizganim yaxshi, chunki mana. Hop. Mana bizda A bo'lsin, mana B bo'lsin. Bu bunga teng hozir. Hop, A uchidan uchburchak tekisligi uzunligi 16 ga teng bo'lgan. Mana 16 ga teng bo'lgan P nuqtadan o'sha PA 16 ga tenglik kelib chiqadi. Hop. D deb belgilangan ekan, tayyor berilgan ekan masala sharti. A P ekan. Hop. D nuqtadan P tomongacha bo'lgan masofa, mana bungacha bo'lgan masofa. Hop, D buni E deb qo'yaylik. D ning uzunligi 2
ko'paytirilgan izosi 113 bo'ladi. ABC uchburchakning BC tomon ko'rsatilgan balandlik qanchaga teng bo'ladi? Mana so'ralyapti bizdan. Bu perpendikulyar bo'ladi. Mana bu ham perpendikulyar. Bizda bu ham perpendikulyar, chunki masofa bo'lyapti. Buni bu h so'ralyapti-da. Hop, h topish uchun bizga nima kerak? Bo'ldi, mana bor. Tayyor hamma narsa bor ekan. H Pifagor teoremasi qoladi. Mana bu uchburchakka ko'ra. Mana uchburchakka Pifagor teoremasi. H barobar izosida 2 izosi 113 kvadratidan ayrimi 16 kvadrat. Mana bu 16 midi? 16 kvadrat. Shuni ishlasam bo'ldi. Bu 4 ko'paytirilgan 113 bo'ladi. Biz esa 4 ko'paytirilgan 64 bo'ladi. 4 chiqarib olsam, ishlash uchun qulayroq bo'lyapti. 113 dan 64 ga o'radim. Ya'ni adashmasam 49 bo'ladi. 4 ko'paytirilgan 49, bu esa 2 ko'paytirilgan 7, 14 degani. Javobimiz Y javob bo'ladi. Masalani ishlab bo'ldik. Ana endi 14-chi 39-chi masalaga keldik. 40-chi masalaga keldik. 39 dan 40 tashladik. Hozir 39 ishlayapmiz-ku. 40-chi masalaga keldik. Hop, ikki parallel tekislik orasiga olingan kesmalarning nisbati 2 kabi bo'lib, tekisliklar bilan nisbati 2 teng bo'lgan burchaklar tashkil etadi. Shu uch burchaklar kattasining kosinusini toping deydi. Hop, bitta tekislik, ikkinchi tekislik. Birinchi qilamiz. Ikkinchimiz. Kesmalarning nisbati 2x. 2x bo'lsa, mana bu 3x. Bir tekisliklar bilan nisbati 2 ga teng bo'lgan burchaklar tashkil etadi deydi. Hop, ya'ni mana bu bizda alfa, bu beta bo'ladi. Hop, beta hozir bizda nimadan kichkina bo'ladi, chunki olma uzunroq bo'lgani uchun. Hop, alfani betaga bo'lsam 2 ga teng bo'ladi. Hop, ikkalasida ham bir xil uzunlik bo'ladi, chunki parallel tekisliklar. Tekisliklar parallel bo'lgani uchun bir xil bo'ladi miqyos. Masofasi tekisliklar orasidagi masofa bir xil bo'ladi. Hop, mana endi bunaqani topaman. Sinus alfa barobar bo'ladi. Bizda h taqsim 2x bo'ladi. Bu bo'yicha topadigan bo'lsam, sinus beta barobar bo'ladi. H taqsim 2x bo'ladi. Hop, shu uchun kattasini kosinusini toping deyilyapti. Kosinus alfa burchak katta ekan bizda. Alfa betadan katta bo'lyapti. Kosinus alfa so'ralyapti bizdan. Hop, alfa kerak ekanda. Hop, buni hozir betadan topadigan bo'lsam, alfa taqsim 2. Hop, nisbatlarni ola qolaman. Nisbatni olaman. Sinus alfani sinus betaga bo'laman. Hop, nisbatni olsam 3 taqsim 2 bo'ladi. 3 taqsim 2 bo'ladi. Endi betadan o'rniga alfa taqsim 2 ni qo'ysam, mana buni sinus 2 alfa bo'yicha yozaman. 2 sinus alfa taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus alfa taqsim 2 bo'ladi. Maxrajda sinus alfa taqsim 2 ni o'zi. Barobar 3 taqsim 2. Sinus alfa taqsim 2 ga ketdi. Hop, kosinus alfa taqsim 2 3 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Endi kosinus alfani topish uchun 2 kosinus kvadrat alfa taqsim 2 dan 1 ayirishim kerak. Mana formulamiz bor-da, yarim burchak bo'yicha. O'shandan foydalanaman. Hop, 2 ko'paytirilgan 9 taqsim 6 ayrilgan ular bo'ladi. 8 dan 6 narsam 2 taqsim 6 qisqartirilsa 1 taqsim 8 bo'lar ekan. Aynan kosinus alfa so'ralgani bu. Y javobga to'g'ri kelar ekan. Birinchi masalamiz. Birinchi masala. ABC kvadratning O markazi orqali kvadrat tekisligiga OF perpendikulyar o'tkazilgan. Agar FB 5 ga, BC 6 ga teng bo'lsa, kvadrat chizamiz mana bu yerda.
kvadrat chizib olamiz. A, B, C, D. Mana F. Oy perpendikulярga kelgan. FB 5 ga teng ekan, BC 6 ga teng ekan. Kvadrat tomoni 6, FB mana bu og'mamiz yoki B uchidan buni umuman olganda bunaqamiz tomonigacha uchigacha bo'lgan masofa berilyapti-da. FB xullas bizda FB barobar 5 bo'lyapti, BC kvadratning tomoni 6 ga teng bo'lyapti. BCF va ABCD BCF va hop ani bu yoqdan yoza qoling, anaqa ko'rinadi-da shunda mana bu ani bu yoqdan yozaman. BCD bo'lsin. Chunki ABCD uni orasidagi burchak so'rilayotgan ekan. Bu degani bundoq tushirsam mana burchak so'rilayotgan bo'ladi. Mana bu burchak so'rilayotgan bo'ladi. Hop, mana buni o'chirib tashlaman. Menga bu kerak emas ekan. Hop, mana bu nimada apofima degan tushuncha bor. Piramidada hozir o'sha bo'lyapti-da, bunga olib qaraganda. Ya'ni yon tomonini balandligi, yon uchburchakni balandligi bo'ladi. Mana buni chizadigan bo'lsam, mana bu F, mana bu B, mana bu C bo'ladi. Mana bu yon tomonni balandligi h. Bu 6 ga teng, mana bu 6 ga teng. B ham 6 ga teng bo'ladi. Va mana bizda 5 bo'lyapti. 5. Demak 3 bo'lsa h o'zimizdan 4 ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi mana buni y deb ataydigan bo'lsam, o y b a ni yarmiga teng bo'ladi. Chunki ichki chizilgan aylana radiusi bo'ladi. O'sha 6 ni yarmi 3 bo'ladi yani. Hop, ana endi yana aniq uchburchak hosil bo'ladi. Aniq uchburchak hosil bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hop, mana bu 4, mana bu 3. Mana burchak so'rilayotgan bo'ladi. Hop, shu burchak so'ralyapti. Demak, kosinus phi bo'ladi bizda. 3/4 bo'ladi. 3/0.75 bo'ladi. Shuni topish uchun kosinus ishlataman, chunki mana shu berilgan ekan. Ya'ni jadvaldagi qiyma nima chiqmayapti-da, qiyma chiqmayapti, burchak chiqmayapti. Bu javobga to'g'ri keladi masalamiz yechimi. Keyingi masalamiz endi. Nechinchi masala ketdi? 41 ketdi. 42-chi masalamiz. Hop, 42-chi masalamiz. Teng tomonli uchburchakning tomonlari 3 metr. Uchburchak tekisligidan tashqarida uning uchlaridan 2 metr masofada yotuvchi o'rtadan uchburchak tekisligigacha bo'lgan masofani toping deyilibdi. Teng tomonli uchburchak hamma tomoni 3 ga teng bo'ladi shunda. Mana balandlik bizda, mana balandlik 2 ga teng ana shu. Hop. Hop. Yo, balandlik 2 ga teng emas ekan. Uchburchak tekisligi tashqari uning uchlaridan bo'lgan masofa 2 ekan. Hop. H 2 ga teng emas. Mana bu 2 ga teng ekan. O'zini yozib qo'yganlik yozib qo'ysam bo'ladi. Mana 2 ga teng. Hop. Mana bu H. Shu H so'ralayotgan ekan bizdan. H so'ralayotgan ekan.
Hop. Hadi keting va hash. Mana bu 2 taqsim 3 hash bo'ladi endi. Chunki tashlangan aylana bo'ladi. 2 taqsim 3 hash. Ichkaridagi hash, hash esa a izosi 3 taqsim 2 ga teng. Bizda a 3 ga teng bo'lgan 3 izosi 3 taqsim 2 bo'ladi. Hop. O'z-o'zidan ham tomon topadigan bo'lsam 2 taqsim 3 ni 3 izosi 3 taqsim 2 ga anaqa qilgan bo'laman. Ketsa izosi 3 chiqar ekan. Hash barobar 2 ni kvadratidan izosi 3 kvadratini ayirishim kerak bo'ladi. Demak 4 dan 3 ayiraman. 1 bo'ladi javobimiz. 1 degan javob bizada A'da turibdi masalan. Mana bu uchburchak bo'yicha ishladik. Shu uchburchagimiz mana bu bo'ldi bizda. Yaxshi bo'ldi. Va keyingi 43-masalaga o'tamiz. Bir nuqtadan berilgan to'g'ri ziqqa perpendikulyar va ikkita og'ma o'tkazilgan. Agar og'malarning uzunliklari 45 va 50 ga, ulardan to'g'ri ziqqadagi proyeksiyalar nisbati 10 ga teng bo'lsa, perpendikulyarning uzunligini toping deyilyapti. Biz taqiqlashga qoldirsak bo'ladi. Keyingi masalamiz. 44-masalamiz. Muntazam ABC uchburchak to'g'ri burchakli ABC1 uchburchakka proyeksiyalandi. Shu uchburchakning tekisliklari orasidagi burchakni toping deyilibdi. Hop, bunga doir masalalar ishladik. Mayli, shuni qilamiz. Mana A, B, C, mana C1, ABC1 mana to'g'ri burchakli uchburchak ekan, proyeksiyalandi. Mana pastki proyeksiyasi hisoblanadi. Shu uchburchakning tekisligi orasidagi burchakni toping deyilibdi. Mana burchak so'raladi bizdan. Fi so'raladi. Muntazam bo'lgancha bu A, bu ham A, mana bu ham A bo'ladi. Va mana bu hash A izosi 3 taqsim 2 bo'ladi. Ana endi mana bu B, bu ham B bo'ladi. Demak, hozir bizda B barobar B ni ikkita B bo'ladigan bo'lsa, A bizda B izosi 2 bo'ladi. Mana bu balandlikni topishga harakat qilaman. H1 ni. H1 gipotenuzaga tushirilyapti. Demak, H1 topish uchun B'ni B'ga ko'paytirib A ga bo'linganiga teng. Ya'ni uchburchakni katetlar ko'paytmasini gipotenuzaga bo'lsak, gipotenuza tushirilgan balandlikni beradi. Hop, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, B kvadrat taqsim B izosi 2 bo'ladi. Qisqartirsak, B taqsim izosi 2 bo'ladi. Hop, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, H1 B'ni o'rniga A taqsim izosi 2 ni qo'ysak, A taqsim 2 bo'ladi. Hop, bizda anaqa bo'lyapti hozir. Bu C1 va mana bu A taqsim 2 bo'ldi. Va mana bunimiz A izosi 3 taqsim 2 bo'ldi. Javob so'ralgan. Xullas, kosinus phi A taqsim 2 ni A izosi 3 taqsim 2 ga nisbati. A taqsim 2 bilan qisqartirib olsak, 1 taqsim izosi 3 bo'lyapti. Buni ham to'g'ri qilsak, izosi 3 taqsim 3. Kosinus phi izosi 3 taqsim 3 bo'lyapti. Keyin topadigan bo'lsak, arc kosinus izosi 3 taqsim 3. Bunga javob bo'ladi. Masalamiz uchun bunga javob topdi. Keyingi masalamiz 45-masalamiz. Berilgan nuqtadan tekislikka uzunliklari shuncha ishlaydi bunaqa masala. Hop, 46 ni ishlasak bo'ladi endi.
Teng yo'l trapetsiya diagonallarining kesishgan nuqtasi. Teng yo'l trapetsiyani aniq chizishga harakat qilaman. Hop. Kesish nuqtasi O ekan. Hop, O'dan uzunligi 15 ga teng bo'lgan O'ning perpendikulyar chiqarib, yana perpendikulyar. Mana shu 15 ga teng. Hop, trapetsiyaning diagonali 12 ga teng. Va kichik asos katta asosdan 2 marta katta. Bu A bo'lsa, bu 2A bo'ladi. Hop. A, B, C, D deydigan bo'lsak, AC bizda 12. Buni mana buni x desak, mana 12 x bo'ladi. Davom etkazadigan bo'lsak, mana perpendikulyarlik mana. Perpendikulyar. Xo'sh. Endi x ni topib olish imkoni bo'ladi. Hozir anaqadan foydalanib, anaqa trapetsiyani to'pidan chizib oladigan bo'lsam, mana bu ko'rinsin uchun. Bu x bu 12 x bo'ladigan bo'lsa, bu 2a bo'ladigan bo'lsa, 12 x ni x ga nisbati 2a ni a ga nisbati bo'ladi. Nisbatni olsak x qoladimi? Hop, x topish imkoni bo'ladi. 12 x barobar 2x bo'lsa, x barobar 12 bo'ladi. X esa 4 ga teng bo'ladi. X ni topdik. Endi mana uchburchak bo'lyapti bizga. Katta asosining ichidan NC so'ralyapti. NC so'ralyapti. Hop, NC barobar ilzosida OC ni kvadratiga ya'ni ON ni kvadratini qo'shishimiz kerak. Balandning kvadrati. Bu qayerdan keldi desanglar? Yo'q, mana bunaqa bo'lyapti. Mana bu M, mana bu O, mana bu C. Mana shu so'ralyapti mana. X javobini mana shu so'ralyapti. Mana bizda nechida 15 edi bu. Endi mana 8 chiqdi endi bizda. Chunki OC ni uzunligi 12 x edi-ku. 12 4 bo'ladi, 8 bo'ladi. Shundan foydalansak, OC ni kvadrat 8 kvadrat 15 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 64 ga 125 qo'shamiz, 289 bo'lar ekan. 289 dan 12 chiqadi javob. 12 degan javob, demak A javob bo'ladi. Masalamiz 46 ta edi, demak tugadi. Bunaqa mavzumiz tugadi shu bilan. Demak, simetriyani birinchi mavzuga tegishli bo'lgan masalani ishlab bo'ldik. Hop, albatta, keyingi darslarimiz, keyingi video darslarimizda bo'ladi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.